kan donduran bir vahşet haberiyle devam edeceğiz. Ko'p hollarda qotillar ularning eng yaqin insonlari yoki tanishlaridir. Har bir ayol baxtli bo'lsin, oilasida bo'lsin, farzandlari bag'rida bo'lsin. Qamoqxonada, mozorda emas. Evinde öldürülen Özbekistan uyruklu Öldürülen Özbek kadına Özbekistan uyruklu Özbek kadının Özbekistan uyruklu kadının Cesedi çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu Bir kadının cansız bedeni parçalanmış halde bulunmuştu. İstanbulda yo'qolgan yana bir o'zbekistonlik ayol qidirilmoqda. Turkiyaga ishlash maqsadida kelgan yana bir o'zbekistonlikning hayoti xavf ostida bo'lishi mumkin. Turkiya xuddi bolaligimizda o'qigan ertaklar kabi, kimlar uchundir borsa xatar, kimlar uchundir esa borsa kelmas mamlakatga aylanib boryaptimi? Turkiya o'zbekistonliklar uchun asosiy migratsiya yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ya'ni o'zbekistonliklar ishlash uchun eng ko'p borayotgan 3-chi davlatdir. Oxirgi 10 yilda bu mamlakatdagi o'zbekistonliklar soni 4,5 barobarga ko'payib 70 mingga yaqinlashdi. Bu rasmiy raqamlar. Norasmiy raqamlar esa bundan bir necha bor ko'p ekanligi aytiladi. O'rganishlarimizga ko'ra, o'zbekistonliklarning Turkiyaga mehnat muhojirligi uchun yo'nalishlari boshqa davlatlarga nisbatan farqli xususiyatlarga ega. Turkiya mehnat migratsiyasining o'ziga xos va muhim jihati shundaki, O'zbekistondan keluvchilar orasida ayollar katta bir qismi tashkil qiladi. Ularning o'rtalama yoshi 31 yosh bo'lib, aksariyati ajrashgan ayollar va yolg'iz onalardan tashkil topadi. Ularning ko'pi xizmat ko'rsatish sohasida, ko'pincha yopiq hudud va xonadonlarda ishlashadi. Bu esa bu ayollarning huquqiy himoyadan mahrum bo'lishiga sababiyat beradi. Raqamlarga e'tibor bering. 10 yil ichida Turkiyadagi vatandoshlarimiz soni 4,5 barobarga oshgan. Bu degani migratsiya oqimi tezlashyapti, lekin ularni huquqiy himoya qilish mexanizmlari xuddi shu suratda rivojlanmayapti. Aynan mana shu farq turli muammolarga, jumladan bugun biz to'xtalayotgan fojialarga sharoit yaratishi mumkin. Shvetsiyadagi Lund universitetining Mars global istiqbolda nog'arbiy migratsiya tartiblari loyihasi doirasida o'zbekistonlik ayollarning mehnat migratsiyasi bilan bog'liq tadqiqotlar o'tkazayapmiz. Turkiyadagi o'zbek ayollar huquqlarini himoya qilish jamiyati bu borada yaqin hamkorimizdir. Jamiyat rahbari bu mamlakatdagi ayollar bilan bog'liq muammolar mazkur jamiyatning tashkil etilishiga turtki bo'lganini aytadi. O'sha ayollarni bosib o'tgan yo'lni men ham bosib o'tganman. Faqatgina bu yerda o'sha mana O'zbekistondagi olgan bilimlarim, tajribalarim asqotib, yiqilgan joydan tura olish, turganda ham dars bo'la olish, buni bir tajribaga aylantirish, kimgadir foyda bo'lish maqsadida bu darni qurdim. O'zbekiston Adliya vazirligi 2025-yilda Turkiyada 40 nafar vatandoshimiz vafot etganini ma'lum qildi. Turkiyadagi o'zbekistonlik migrantlar statistikasi va matbuotda yoritilgan xabarlarni tahlil qilganimizda ularning aksariyati ayollar ekanligi ma'lum bo'ldi. Turkiyada migrant ayollar bilan bog'liq bu kabi mavzular shov-shuvli hodisalar sifatida yoritiladi. Ammo bu mavzularning ortida jiddiy bir ijtimoiy muammolar bor. Bu migrant ayollar va ular duch kelayotgan xavflar masalasi. Qiyin vaziyatlarga tushib qolgan Turkiyadagi o'zbekistonlik xotin-qizlar aksariyat hollarda o'zbek ayollari huquqlarini himoya qilish jamiyatiga murojaat qiladi. O'zi statistika bo'yicha 70 mingdan ortiq o'zbekistonliklar bor ekan, lekin norasmiysi undan 3-4 barobar bo'lsa kerak. Ularni qancha foizi bir qiyin ahvolga tushib qoladi sizni tahlilingizga ko'ra-da va aynan qaysi mavzularda ko'proq aniq shikoyat bilan murojaat qilishadi? Statistik bo'yicha 2025-yilni biz tahlil qildik. Haqiqatan siz aytgandek 100 mingdan ziyod o'zbek ayollarimiz bor. Uning ya'ni 80% ayollardan mavjud iborat. Xo'p, bu ayollarimizni yillik murojaati qanaqa bo'lyapti bizda? Bir oyda 300-350 murojaatimiz kelib tushyapti. Bularning ko'pisi
huquqiy, ya'ni maslahat so'rash, psixologik yordam so'rash, ijtimoiy holatda tez, ya'ni qanaqadir yordam, u xoh bo'lsin moddiy yordam bo'lsin, ma'naviy destek bo'lsin, shu masalalarda juda ham ko'p bo'ladi. Juda eng oxirgi mana shu 2026-yilni yarim yillik statistikamizni qaraganimizda ayollarimizda ko'pisida huquqiy maslahatga ehtiyoji borligini ko'rdik. Juda ham ko'p. O'shalarning yolg'iz ekanligini, ish joyida tazyiq bo'layotganligini, oylik maoshini bera olmayotganligi, oila qurib farzand masalasi o'rtaga chiqqanligi, rasmiy yo'li bilan hujjatlarni olishda o'sha huquqiy maslahatga ehtiyoji borligini ko'p ko'ryapmiz. Juda, ya'ni tez-tez uchrab turadigan masala. Turkiya Ayol Jamiyatlari Federatsiyasining 2025-yil bo'yicha yakuniy hisobotida kamida 391 nafar ayol erkaklar tomonidan o'ldirilgani ochiqlandi. Federatsiyaga ko'ra bundan 297 nafari ayol jinoyati, 94 tasi esa shubhali o'lim sifatida qayd etilgani ma'lum qilindi. Qurbonlar orasida Turkiyada yashab ishlayotgan xorijliklar, jumladan o'zbekistonliklar ham bor. Bu boradagi statistikani, aniq raqamlarni ochiq manbalardan topishning imkoni bo'lmadi, ammo izlanishlarimiz davom etyapti. Ochiq manbalardan yiqqan ma'lumotlarimizga ko'ra 2025-yilning avgust oyidan shu yilning fevral oyiga qadar atigi 7 oy ichida kamida 7 nafar o'zbekistonlik ayol vahshiylarcha o'ldirilgan. Turkiyada shafqatsiz qotillik qurbonlari bo'lgan o'zbekistonlik ayollar voqealarining ayrimlari xorijiy ommaviy axborot vositalarida ham keng yoritildi va Turkiya jamiyatida sezilarli rezonansga sabab bo'ldi. Mamlakatning turli shaharlarida ayollar xavfsizligi masalasi bo'yicha norozilik namoyishlari o'tkazildi. Namoyish ishtirokchilari turli shiorlar yozilgan plakatlar bilan chiqib, ayollarni himoya qilish bo'yicha choralarni kuchaytirishga chaqirdi. Turkiya matbuotida 7 oy davomida har oy bittadan o'zbekistonlik ayolning qurbon bo'lgani haqidagi xabarlar chiqdi. Bular faqat ishlashga kelib jinoyat qurboni bo'lgan ayollar emas, tizimli fojiadir. Bu suratlar shunchaki 7 ayol emas, balki xavf ostida bo'lishi mumkin bo'lgan minglab o'zbek migrant ayollarining timsoli ekanligini anglatadi. Bu ayollarning bir umumiy jihati bor. Ularning barchasi oila boqish ilinjida kelgan edi. Ko'p hollarda qotillar ularning eng yaqin insonlari yoki tanishlaridir. Har birining hayoti o'ta dahshatli yakun topgan. 3 tasi bo'g'izlangan, 3 tasi o'ldirilgach, tanalari bo'laklarga bo'linib, chiqindilarga tashlangan. Birining tanasi dalada hayvonlarga yem bo'lgan. 2 tasining jasadi haligacha topilmadi. Jasadi topilmagan ayolning otasi qizimning mozoriga zor bo'laman deb o'ylamagandim deb yig'laganlarining guvohi bo'lganmiz. Bu hozir dramatik ko'rinishi mumkin, ammo bir jihat bor. Bu ayollarning taqdiri bu qadar achinarli emas. Maishiy zo'ravonlik tufayli hayotdan ko'z yumish bilan tugaganida ham bu mavzuning dolzarbligi hech ham kamaymagan bo'lardi. 7 oyda 7 qurbon mavzusidagi taqdimotga 8-qurbon detalini qo'shdik. Sababi, yaqinda 2019-yilda o'ldirilgan o'zbekistonlik ayol haqidagi ma'lumot paydo bo'ldi. Ayol yillar davomida yo'qolgan sanalgan. Bu 7 yildan keyin fosh bo'lgan jinoyat. Bu voqea tabiiyki bir savolni yuzaga keltiradi. Yana qancha ayol bedarak yo'qolgan maqomi ostida aslida jinoyat qurboni bo'lgan bo'lishi mumkin? Mana shu 8-qurbon detali bu muammoning naqadar chuqur ildiz otganini ko'rsatadi. Bu 7 oy ichida qayd etilgan o'lim holatlari Turkiyadagi o'zbekistonlik migrant ayollar duch kelayotgan huquqiy va ijtimoiy himoyasizlik darajasini ko'rsatuvchi ko'rsatkichdir. Nega bunday bo'layapti? Turkiyada o'zbekistonlik ayollar bilan bog'liq fojialar nega ko'payib boryapti? Bunga bir nechta sabab bor. Bunlardan birinchisi huquqiy himoyasizlik. Muhojir ayollarning hujjatlaridagi muammolar va huquqiy maqomning noaniqligi ularning politsiyaga murojaat qilishdan to'sadi. Ikkinchi bir sabab esa norasmiy mehnat bozoridir. Yopiq eshiklar ortida ishlash bu ayollarning zo'ravonlik qurboniga aylanish ehtimolini bir necha barobar orttiradi.
Ijtimoiy izolyatsiya ham yana bir sababdir. Til bilmaslik va mahalliy jamiyatdan uzilib qolishlik ham bu ayollarning yana qiyin ahvolga tushib qolishiga sabab bo'lyapti. Huquqiy savodxonligi pastligi ham jiddiy bir sababdir. Turkiyada ayollar uchun yordam tarmoqlari bor va yaxshi yo'lga qo'yilgan, lekin til baryeri va bu ishonch raqamlarini bilinmasligi ham bu ayollarning yanada qiyin va yordamga muhtoj bir ahvolga olib kelyapti. Bizani O'zbekistonda aynan har bitta narsa andishaligi, hamma narsani etmaslikligi, ya'ni muhitni va oilaviy tarbiyadan kelib chiqib, ayollarimiz har qanday vaziyatni o'zi yolg'iz holatda hal qila olaman degan fikr bor. Aynan shu holatlarda og'ir, mushkul holatda qolganda tabiiy noxush voqealarni kelib chiqishini ko'ryapmiz. Sababi shu deb o'ylayman. Muhitni ta'siri va o'sha yolg'iz o'zim, ya'ni kimsa bilmasin, kimsa eshitmasin. Men yashab turgan holatda agar bilishsa, muhit nima deydi, mahallam nima deydi, oilam qanday qabul qiladi degan bir tushuncha bor. Hozir eng og'ir vaziyatlarni biz mana shu dasturimizda tilga olyapmiz. Bu ya'ni o'lim hollari bilan bog'liq va o'sha aynan o'lim hollarini, dahshatli fojialarni ochilishida jamiyat juda katta yordam berdi. O'sha vaziyat hozir qanday, nima bo'lyapti? Albatta, o holatni hammamizni yuragimizni xiralashtirdi. Bu bilasiz, jamiyatimizda payshanba kunlar qabul kunlarimiz bor, ochiq eshiklar kuni. Murojaatlarimiz ko'p. Aynan shu holatda o'sha murojaatlarimiz kelib tushdi va biz buni kirishdik. O'rganganimizda Turkiyaning ichki ishlari orqali O'zbekiston konsulxonasining katta yordami bilan bu vaziyatga oydinlik kiritganimizda, ya'ni bu anaqalar bilan yuzlashdik, muammolar bilan yuzlashdik. Hozirgi vaziyat jamiyatimiz nazoratida, advokatlarimiz to'liq muammoni, ya'ni bu holatni o'zini, ya'ni zimmasiga olgan. Biz sud hali boshlangani yo'q, ammo yaqinda ayblov xulosasi chiqdi. Ayblov xulosasiga ko'ra umrbod jazo berilishi tayinlansin degan prokurorning sanksiyasi chiqqan. Ammo sud bilasiz o'zini hukmini berguncha biz kutyapmiz. Bizda o'sha adolat qaror topishini xohlaymiz, oxirigacha kurashamiz. Ya'ni jinoyatchilar eng og'ir jazoni olsin. Chunki hech bir ayol, ya'ni yashash tarzi bu bilan tugashini, hech biri bo'lishini biz xohlamaymiz. Ya'ni bu yerga ishlagani keldimi? Yaxshi umidlar bilan, yaxshi niyatlar bilan kelgan. Oilasi uchun, farzandi uchun, kelajagi uchun har bir ayol baxtli bo'lsin, oilasida bo'lsin, farzandlari bag'rida bo'lsin. Qamoqxonada, mozorda emas. Shuningdek, bu yerda boshqa sabablar ham bor. Bu mentalitet, jamiyat bosimi va ruhiy holat bilan bog'liq. Yuqoridagi qurbonlarda va Turkiyadagi o'zbekistonliklarning katta qismida shu jihatni uchratdik. Ayollarning shaxsiy hayoti va munosabatlari ayb deb sanalgan muhitda ular hayotini ommadan bekitishadi. Ayol kim bilan uchrashyapti, kim bilan yashayapti, buni oilasi va yaqinlaridan sir saqlashadi. O'zbek jamiyatida yolg'izlik bu baxtsizlik kabi shakllangan qarash hukmron. Muhojirlikda yolg'iz bo'lgan ayollarning hissiy va jinsiy ehtiyoji esa ularni turli insonlar, potensial jinoyatchilar bilan aloqalarini yuzaga keltiradi. Bu kabi munosabatlar ayol uchun katta xavf ekaniga beparvo qaraladi yoki anglab yetilmaydi. Yuqoridagi keyslarning deyarli barchasida shunday bo'lgan. Natijada ayollar o'ziga yaqin bilgan erkaklar tomonidan o'ldirilgan. Qurbon bo'lgan ayolga nisbatan ham agar u muhojirlikda bo'lsa, o'zi aybdordir degan qarashlar shakllanganda, sizning munosabatingiz qanaqa? Albatta, hech bir muammo bir kunda shakllanmaydi. U muammoga sababchi bo'lgan omillar juda ham ko'p. Biz har bitta muammoni o'rganganda hech qachon yuzaki va bir taraflama o'rganmaymiz. Xabaringiz bor. Albatta uni oilasi bilan, ikkinchi taraf bilan va qaysi sabablar bu holatga olib keldi. Biz shuni izlanamiz va tahlil qilamiz. Tahlillarimiz shuni ko'rsatadiki, hech bir muammoda bitta sabab yo'q. Jamiyat, muhit, oilasi, tabiiyki sababchilari juda ham ko'p. Buni bartaraf qilish uchun birlashish kerak. Birlashganda hal qila olamiz. Bu suchli, bu jazoli, bu aybdor so'zi yo'q.
hammamiz bir barakaga hammamiz ya'ni bu narsaga javobgarlik hissini tuyishimiz kerak. Va jamiyat shuni qabul qilishi, o'rganishi kerak. Albatta. Chunki biz birgalikda, chunki hech bir muammo yolg'iz bireysel bir inson bilan bog'liq emas. Hech bir ayol o'z boshiga, o'zini hayoti uchun bu yoqqa kelib ishlamaydi. Hammasi o'sha yaxshi niyat ortida qolgan oilasi, farzandlari, ota-onasi, yaqin birodarlari uchun keladi. Ya'ni o'sha qahramonlikni bo'yniga oladi-da, boshqa bir davlatga ishlagani ketadi. Ammo ortida katta bir maqsadi bor. Bilasiz, o'zbek ayoli juda ham jasoratli, o'zbek ayoli juda mehnatkash, mehnatdan qo'rqmaydi. Chunki oldida katta maqsadi bor va bu maqsadga erishtirgan sabablar bor. Nima uchun keldi ayol ishlagani? Uni shu boshqa davlatga olib borgan sabab nima? Mana shuni o'rganishimiz kerak. So'nggi oylarda qayd etilgan holatlar Turkiyadagi o'zbekistonlik muhojir ayollar bilan bog'liq jiddiy xavotirlarni yuzaga keltirmoqda. Xo'sh, bu mamlakatda yashab ishlayotgan o'zbekistonlik ayollarchi, ular o'zlarini bu yerda xavfsiz his qiladimi? Siz o'zingizni bu yerda xavfsiz his qilasizmi, ayol kishisiz hozir o'ylab? Bu oxirgi mavzulardan keyin u mavzuda yo'q, endi O'zbekistonchalik tinch, osoyishta bir mamlakat emas, lekin o'ta ehtiyot bo'lasiz. Misol, boradigan joyingiz soatlari bor o'ziga yarasha. Misol, u soat to'yida nima ishingiz bor edi? Tanda to'g'ri keladi. Yo'q, lekin O'zbekistonchalik tinch emas, osoyishta emas. O'sha deylik ayollarga bu yerda yaxshi ishlab, maqsadlariga erishib ketishlari uchun nimalarga diqqat qilishlari kerak, maslahat bering? Ishonch, misol odamlar tanishi chaqirib keladi, to'g'rimi? Va hammasi bitta tanishi chaqirib keladi. Ko'proq puliga uchmasdan, madam oncha oylik berar ekan, mana ish ekan, tagiga yetmasdan, surishtirmasdan hech qachon hech kimga ishonmasin. Ki u qarindoshi bo'lsin. Boshiga nima kelgan bo'lsa, hammasini tanish bilishidan, qarindosh urug'idan keldi. Lekin unaqa bo'lmaslik kerak. Inson nima desam bo'ladi, sal o'zini fikri, dunyo qarashi ki qurollari bo'lsa qilinmaydi. Hammaga ishonmasa, yurdisi keta olmasdan, jonim siqilyapti, u bilan tanishib, bu bilan tanishib bo'lsa, men bilan ko'rishib qilmaslik kerak. Biz mana Xudoga shukr 10 yil, 15 yildan beri yurayotgan bo'lsak, ishoning, to'g'ri yurib, to'g'ri turib, ishingizga borib, ishingizdan kelib, hammaga qo'lingizdan kelgancha yaxshilik qiling, lekin hamma yo'q me'yori bor. Hammaga ishonmaslik kerak. Hatto bu gapim qanday tushunadi, qanday to'g'rimi, noto'g'ri bilmayman-ku, ki o'zbeklarga uzoq turish kerak. Men Istanbulga 2019-yil kelganimda 17 yoshda edim va boshqa shahar, boshqa davlat, turk tilini bilmayman. O'shaning uchun ko'p qo'rqardim. Qo'rquv nimadan deganingizda, birinchi o'rinda insonlardan, keyin turk tilini bilmasligimdan, u men haqimda nima deyapti, men haqimda yaxshi gapiryaptimi yoki meni yomon gapiryaptimi? Mana shu tushunchalar bilan rosa qo'rqardim. Kiyinish tarzimga ham juda diqqat etardim shu hamma narsaga. O'shaning uchun mana shu qo'rquvlarim bor edi. Sizni birortasi ta'qib qilib yoki gap otib shunaqangi og'zaki ta'qibga bo'lsa ham uchraganmisiz? Yo'q, og'zaki ta'qib, unaqa narsalarga umuman uchramaganman. Bu turk seriallaridan ko'rganimizdek qo'rqim bo'lardi. Уже 7 yildan beri bu yerda bo'lsam, уже ilk 17 yoshda kelganimdagi qo'rquv hozir yo'q. Qo'rqmayman deb %100 aytolmayman. Inson o'ziga ishonishi kerak. Undan keyin o'sha hamma qo'rquvlar o'tda yo'qoladi. İnsanlar, ko'p qizlarimiz sosyal medyadan, ya'ni internetdan tanishganlarida u insonni qanaqaligini surishtirmasdan ishonadilar. Ko'pi shuna ishonyapti. Men shuni ko'ryapman. Men o'zim 15 yildan beri Turkiyadaman. Men internetdan biron, ya'ni qizlarni ko'rganimda internetdan tanishganlarida faqat shuni aytaman. Buni birinchi surishtiring. Kim u, qayerda ishlaydi, ishi bormi, qaysi oiladan kelgan? O'zi Turkiya o'zbekistonlik ayollar uchun xavfsizmi yo xavfsiz emasmi? Agar bu endi qizlarni, ayollarni o'zini qo'lida. Agar o'zini ya'ni himoya qilsa, bu chunki o'zini qo'lida-da, tanimaydigan inson bilan chiqmasa, o'zini saqlab, ya'ni o'zini himoya qilib biladigan bo'lsa, u insonga nima emas, xavfli emas.
Chunki man o'zimdan ham bilaman, man birinchi marta Turkiyaga kelganimda insonlar bilasiz, bir suv, bir choy berganda ham man tanimaydigan insonlarimdan, hattoki o'sha choy, suv ochiq bo'lsa, ochiq bar stakanda bo'ladi-yu, man hatto u suvni ham ichmaganman, qo'rqganman. Chunki ichida endi nima bo'ladi bilmaysiz. Keyin Turkiyaga kelayotgan vaqt ota-onam hammasini menga tushuntirib, boxabar bo'l, işte ham ba'zilari yaxshi inson bo'lishi mumkin, ba'zilari yomon, hammaga ishonma deb faqat menga tembihlagan. Men shunga bu yoqqa kelganimda hech kimga qolay ishonmaganman. Meni shaxsiy fikrim, bizani qizlar tez ishonyapti. Surishtirmayapti. Surishtirish kerak buni. Kim bu, qanaqa bu, rostdan ham yaxshi insonmi, ko'rish kerak. Bu yerdagi o'zbek ayollari haqida xolis nima deysiz? Nega nuqul shunaqa qiyin vaziyatlarga tushib qolishadi? Avvalambor hech kimni yomon demayman, o'zbek ayollarini yomon demayman. Hammasi yaxshi, hammasi bu yerga tirikchilik uchun, bolam chaqam deb keladi, yaxshilik uchun keladi. Hech kim hech qachon to'g'ri ketayotgan yo'ldan hech qachon qilmaydi. Просто ayrim sabab bu hayot yolg'onchi. İnsanlar aldanadi, boshqa hech qachon odamlar to'g'ri ketayotgan yo'lidan o'zidan o'zi men mana shunaqa bo'lib qolaman, yo men bunday bo'laman, qiyshiq bo'laman yoki buzilaman demaydi. Bu qiyinchiligini sababi просто ko'p ishonuvchanligi uchun, soddaligi uchun odamlar aldanadi-da shu ayollar. Soddalik, ishonuvchanligi uchun. O'shaning uchun qiyinchilik vaziyatlarga tushgan. Maslahatim bu hayotda hozir eng bitta yagona do'st Allohim. Eng ishonadiganimiz ota-onamiz. Boshqa bu hayotda hech kimsaga ishonmaslik kerak. Turkiya ayollar uchun xavfli mamlakatmi? O'ziga to'g'ri bo'lsa, o'ziga jiddiy bo'lsa, hech qanaqa xavfligi yo'q. Hamma avvalambor peshonasida borini ko'radi. Taqdirda nima bo'lsa shuni ko'radi, lekin taqdirda ham odam zot o'zi anon qiladi deydi, o'zi ham sababchi bo'ladi. Turkiyada o'zbekistonlik ayollar bilan bog'liq bugungi vaziyat migrantlar xavfsizligi, ularni himoya qilish tizimini qayta ko'rib chiqish zarurligini talab qiladi. Turkiyadagi ijtimoiy yordam tarmoqlarini har bir ayol yaxshi bilib olishi va zaruriyat tug'ilganda foydalanishi kerak. Bunlardan birinchisi Kades mobil ilovasidir. Bu ilova Turkiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan ayollarni zo'ravonlikdan himoya qilish uchun yaratilgan. Bu mobil ilovani telefoningizga yuklab olishingiz va ro'yxatdan o'tishingiz kifoyadir. O'zbek tilida ham xizmat beradi. Zaruriyat tug'ilganda yordam tugmachasini bosishingiz bilan politsiya zudlik bilan yetib keladi. Yana bir raqam esa Alo 157. Bu raqam migratsiya idorasining liniyasi bo'lib, odam savdosi va majburiy mehnat qurbonlariga 724 soat uzluksiz xizmat ko'rsatadi. Bundan tashqari, Turkiyada politsiya, tez yordam va qutqaruv xizmatlarining barchasi yagona telefon raqami bo'lgan 112 ichida birlashtirilgan. Va eng asosiysi, har bir O'zbekiston fuqarosi Turkiyadagi O'zbekiston konsulxonasi va elchixonasining telefon raqamini bilib qo'yishi kerak. Turkiyada ayollar uchun sassiz yordam chaqirig'i harakati keng targ'ib qilinadi. Bu ishora butun dunyoda qo'llaniladi. Og'ir vaziyatda bo'lib hech kimga ayta olmayotganingizda bu bir ishora hayotingizni qutqarishi mumkin. Shu birgina ishora chorasiz qolgan ayolning so'nggi umidi bo'lishi mumkin. Bizning maqsadimiz esa saslimi, sassizmi O'zbekistonlik ayollarning yordam chaqiriqlarini dunyoga eshittirishdir. Toki hech bir ayol begona yurtda yolg'iz va himoyasiz qolmasin.